Обязательно britva qilish shartmi degan savol rosa ko'p keladi qizlar. Men depilyatsiya qilmadim. Borku bundoq qilib depilyatsiya qilib yoki deb xullas tukimni depilyatorda, vosklarda oldim, ishlatsam bo'ladimi deb so'rashadi qizlar. Yo'q qizlar. Обязательно kojangizda ildiz bo'lishi kerak. Bu apparat ildizni kuydirish kerak qizlar. Ildiz bo'lmasa nimani kuydiradi qizlar? O'shaning uchun agar siz depilyatsiya yoki vosk qilgan bo'lsangiz, o'sishini kutasiz, keyin britvada olasiz va sразу apparatda olib tashlaysiz qizlar. Iltimos, qo'rqmanglar, junlab ketaman, tuklarim qalinlashib ketadi deb qo'rqmanglar umuman. Chunki men aytayapman-ku, men oyog'imni britva qilardim qizlar. Men 5 yil davomida britva qilardim va juda qalinlashib ketgandi rostdan ham. No Apple apparat ishlatganimdan keyin уже mana qo'limdaqa tuklar bor-ku, почти shunaqa tuk bo'lib qoldi. Aytayapman-ku, bu yupqalashtirar ekan ham tuklarni. Har safar ishlatganingiz sari ildizga ta'sir qiladi va tuklaringiz o'zini rosa yupqalashtirib, slabый qilib qo'yadi. Ya'ni qalinlashib ketmaydi britva boshlaganlardan qizlar.